Çok ha. Allah. Bak kol telip ketisi gitti. Ya Allah Ahmet götürüp koyun cuması gitar. Çok ha. Rahmet gitar ha. Sen bana Göçtün bakın. Sadıkça. Koy. Rızvan Gül demiş kemeydi. O. Telefon üstüne itimat diken tok. Üygüçü berip dep koygan te. Benim gepimni dediniz mi? Demem duası gitar. Muş kemdeki muşu çoğukallı fakat gep anlamay cuma. Fakat unutmadım ha. Unutmadı. Ben unutumen Sadıkcan. Çokum unutumen. Seni unutulusu gitar. Ben berip onu ilip oldum silip ekemeyden bolsam. Hoca. Kanası gitar. Uy ya. Kırakın. Allah. Rızvangül, çıkıp kalkandım kara. Muşun taz tosulluğu kılıp çıraylık köynek tik berine. Vahu canım kara. Köynekten çıraylık tik geçke başka adamga apağım kemmedi. Çet elbi çıkmak için başkalar kösünce da bayram kağıda bek tosulluk bolsuncu mu? Ayça bakıyor kadar. Her çıksın rengi özgüce. Kara. Çırayım bunu açırdı değil mi? Asmandın alay ayni. Koynumga salay yarni. Rızvan Gül'ni tapkanda içmey koymen çayni. Rızvan Gül meni keledi deb darvozani ochiq qo'yibdi da. Ağzıda yak degan bilan ko'nglida yana biz bada. Baktım mı ya? Rızvan Gül. Men keldim. Aşmagınız keldim. Haşim, sen bir yerini iş kılsan? Hizmet tekşirvatı ben. Ayak otan. Ma Rızvan Gül'ün dadısı. Men tikamni izlep keldim. Dadam öyde yok. Atigen şerk etken. Xotin, sen bir yerini iş kılatsın. Rızvan Gül bilan yaqin do'st ketibsan da. Yaxshi. Rızvan Gül'ma isil çokan, isil. Südük vurak, bağmaydığa yerin yok, necis. Hey, ne dağıtsa, ha? Meni tılağısın ha? Bay, namus kımaydıgan, üyük vargan dikin, edun demeydgan bulsan. Hey, bana! Hey, bana dağıtıyorsun. Hey, namus kımaydıgan. Ben, Rızvan Gül'le.金静，哎，你好，有什么事吗？是的，让给把对。来，坐下说。你说， Emine salgan çağda kent bizden 10 minka yıkkan. Neç ay oldu. Kalgan pullarını yana tapşırınlar deydi. Hükümet bu Emine salganda 34 minka da pul bergen. Öyninki yağaç taş.
bu öyünün öksünü yapıdığanға, Bora, vaslarımızını biz çıkırdığan tutsa, bu yani nemlegen gep şunçlar jıqpıl-jıqıdığan. Biz sözt qıldık. Başkentke diqqanlar mı? Onda jıqpıl denemekti. Asasen 8 ming yıllar jıqıtken. Bu kentde nemindaq jıqpıl-jıqıda. Men bu ahvallarına yuqurga inkas qilg'ini keldim. Biz baş tapşırgan pulla öysilish ketdimi ya? Ba'zilar cho'ntak silab oldimi? Tashkillikka aniqlab berishni so'rayman. Kimi çıkaravatlar? Koyunları kim yaptılar? Paketler? Hiç kim kucağını kucağını Undaktım efendim. Altıhan. Uzak ekle. Arısan gel naynak bilen. Zaten ne münasıbıdır ba? Onun bilen fakatlı hizmet münasebetimiz var. Esmek gündüzde bağmak istedim. Azrak iş kırıp şeyden, iş kırıp gidip kakışıp kaldık şu meselede. Benim ağzım ne? Yalgancı. Münasebet olmuşsa bu cennet bilen. Neymiş geçirmezse ben sıkıntımı yiyge. Git bilen. Rahim bunu dikine Müştahane bu dikine sen. Vay gitsin sen bir özgür ömrü. Vay gitsin. Boldu. Hoşuna anlam kalıdı. Vay ağlısın. Ağlısın. Ağlamayın ama senin ulan kalbini görsen. Müştahane bu dikine. Ben seni bozattım Meryem. Biz 30 yıldır artık öyle tuttuk. Ben senin yakşı köye geçken bir kızımız olsa hayede. Senin başka işlemem yok. Şu bir işim edip kötürep çekkelli yürüp oynap gelsin de hatime. Benim senden başka neyim var. Ben fakat mesleğim. Hey Haşim. Ben sana dep koyayım. Senin hem işlerinden bilmem eğer yeni Rızvan degen naynak bilen senin birey gipini anlap kaldığın bolsan böyle tekkil söylemesini tamam. Tutum. Sonunda kılmayın. Hatircan balığına hesap kılay. Aldığında hesap kılay ötüney. Hemen sırtını ötüney Altuğan. Herkes onda kılmayın. İkinci onda kılmayın. O Rızvan degen benim uygumu. Demiştim bana bok etmez işte. Başka uygun bağlaysa. Başka bir iyi bağlayın. Hiç şey bağlayın. Sıradan başka bilmem. Çilem altını. Müşarak degen işi de olsam. İşmeyin. Bundan nahayet inak ötmez. Altuğan. Senin altının bana işin ola. Olursan degen. Hem de hakkında iş fakat ne? Körse şu vakitte. Bak. 同志们，在座的各位都是基层干部，乡党委、乡政府正在按照上级党委、政府和领导的工作部署，就关于如何加强做好基层组织工作的要求，我想在工作中还有哪些存在的问题，有哪些是让农民不满意了，应当好好的想一想。在座各位的权利是人民予以的，就要全心全意的为人民服务，带领好广大农民群众，脱贫致富，增加收入，减轻农民负担，当好人民的公仆。 Yo'ldoshlar, men bu yerda bir narsani aniq deb qo'yay. Ba'zi kentning mas'ullari yaqinqi yillardan buyon yuqoriga yaxshichoq bo'lib, qo'l ostidagi ommani besib, ularga nurg'un ziyonlarni keltirgan. Kentning mol-mulkini buzib chachqan, huquqni qalaymaqon ishlatgan, ko'z bo'yamchilik qilib tashkilni aldab, omma orasida yomon ta'sir paydo qilgan. Dehqonlarning ba'zi kent mas'ullari bo'lgan inkosi, norozilik intayin kuchli. Siyosat, qonun tuzum shundoq ta'kidlanayotgan mushundoq paytda ba'zilarning haddidan ishib ketayotganligi bizni haqiqatdan chunqur o'ylantirdi. Bizning asosiy qatlam kadrlarimizda masalaning yanada yenik emasligini tushuntirdi. Yo'ldoshlar,
Biz kim uchun xizmat qilyapmiz? Nima uchun xizmat qilyapmiz? Endi hushimizni topadigan chog' keldi. Ay. Ha, oy, men şehir kirip oldum. Nerede görüşümüz? Ha, Çinivak mehmanxonasida mı? Senin sayahat şirketi Çinivak mehmanxonasida mı de? Ha, boludu. Ben hazır da baray. Pulunu tapşırıp etken ki başka iş yok mu? Ha, makul, hoş. Meni Çinivak mehmanxonasiga apırıp koyun ha?大乡长，我到市里去开个会，我先走了。 Ma'qul. Sizlar mengayveringlar. Ma'qul. Ashmaqul. Nima kelinglar? Neymiş yüzbaşı? Juringlar, ishxon kirib deyishlar. O'ltiringlar. Sizlar kan sekretari bo'lg'ili necha yil bo'ldi? 15 yıl oldu yüzbaşı. Haqiqatan kod kadrkansizlar. Tajribangiz oz emas ekan. Nemi tecrübe olup değil ha yüzbaşı. Biz şu işektek işlerle ötüp gityapmiz. Lekin işliginimizni kim ko'rdi değil ha. Azraqlı hata iş qilib qo'ysak, hamma odam bizni tillayotgan. Tugman kentdagi dehqonlarning yaqindan biri sizlarga fikri oz emas. Sizlar bu xizmatni zodi qanday ishlayapsizlar? Amin o'z sog'anda dehqonlardan nimishqa ortiq pul yig'ib oldinglar? Yig'ib olgan shu ortiq pul hozir nakatda. Kent moliyasidami xil qalayimqanchiliklar bor deydi. Sizlarning kentda suv pulni yo'shirib qilish ahvoli zodi bormi yo'qmi? Mening mush bir qator ishlarni bakmi bilib boqqim bor. Yuqoridan kentga tushgan kadrlarmi xil ko'p ahvollarni bayqabdi. Ular ba'zi ahvollarni bizga inkos qildi. Yuqoridan asos qatlamning xizmatini ching tutib ishlanglar deb shunda ta'kidlayapsa, sizlar uning aksicha huquqni qalayimqan ishlatib, dehqonlarni norozi qilib, partiyaning sha'niga dog' tushadinglar. Sizlar o'zingizcha kentga tushgan kadrlar kessizlar. Mening ishimni hech kim bilmaydi. Hech kim yuqoriga inkos qilolmaydi deb o'yladingmi? Belki mening xato qilgan azg'an yerlerim bo'lishi mumkin yüzbaşı. Lekin men xizmatda hargiz pastlik qilmadim. Sizlar o'rlashtirgan har qanday vazifani vaqtida to'liq o'rladim. Xizmat ishlash jarayonida hamma odamni xush qilib bo'g'il bo'lmaydi ekan yüzbaşı. Ba'zilarning manfaatiga tegib ketar ekan. Şuna aldılar kelganlar odamning gapiga ishinib ketsalar, mana bek uvol bo'ladi yüzbaşı. Men 15 yil jarayonida Tugman kentiga qon tarimni oz oqqizmadim. Demak, bu Tugman kentining bugünkidek olib kelishida mening zo'r tuhfam bor. Qoldi ishlarni intizom tekshirish xodimlari tekshirib, rost yolg'onligini ayirib chiqadi. Hamma shu chog'da aniq bo'ladi. Geldin mi? Xotin, sana bergen pul ne? Bugünkü sayahat şirketiga topshirib etib keldim. Nima?
Hey, birden de tapşırıp ettin mi? Ne oldu? Ma kentlik yalan döşler üstünden az kıptı. Şuna yukarıda beni tek şuradan okşaydı. Ben sizge nim degen? Erdindim boşrak işinla, çokalık boşrak kanat söranla demedim ma? Toyanlandı. Esta, o iş emez. Emis neymiş? Neymiş olattı? Şu pulun işi olmam da pulun. Emis kandak kılmaz. Buna kalayla buldu. Birinci iş, sen hazırca seyahatli bağmaydı. Cuma, bombası muhakkak kuturap, beni talam gidiyordu. İkinci iş, sen bana öydeki nak pullarını derhal ananınkiga yakı bombasa ağzı çın yakın uruktu kalanı yapıyor. Üçüncü iş, senden biraz gep sorap kalsa, ben hiç nimini bilmeymen dep durmam. Düşündün mü? Düşündü. Oy bundan da sırma ben kokap git bari. Oy nim kögülük vardı. Oy sen Vay bir zıvanımı jıga. Bakara, otur. Bu şamal mı o ötküydü da. Şu çağda ben seni texim isil, ni isil caylağa seyahat gibi ettim. Cima, şuna sen bügüllü şehirge berip apılını katıp gel. Ulan da. Vay zıvanımı jıg dedim. Ha, ben Sadıkcan. Neymiş? Yezdin kadırlık yaptıkken seni tızrak gelsin deydi. İsaplı doğrulap bakma. Yaktık ha. Doğruluğuyla bolmuğudek gitar. En yakısı pulunu tapşır vesile oğudek. Nime? Hey, muşinçilik işini kalmaslarım etkese lata. Bana yok la. To'xtaxon. Ana tarafda qo'tandikiligim berib qo'ldingmi? Berib bo'ldik. Bo'sh yamni cho'qim vaqt qaraladi berangizmi? Faqat 200 pas o'pamiz. Ma'qul. Kadrlik keldik imka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimi? Qo'ylar xila olib qopdingmi? Beqishda qiyin o'tamsa ya. Asan ish nadi ba Ahmadjon. Endi qiynalsaqmi bir amal qilib ketib boramiz. 可以吗，大哥？我们今天来就是兑现之前的承诺的。我们跟县领导联系了一下，给你解决了一部分资金。今天我们来就是告诉你这个好消息的。Bu Naya Postan Hemkarlık Kooperatifinin terakkiyatını göz tutup tür meblağından 200 milyon ajratılgan oldu. Bu pul hepsini kulağılık tegedi. Vay Ahmadjon. Og'zinglig'i navatchimi? Og'zinglig'i navat. Rahmat sizlarga. Agar sizlar bo'lmagan bo'lsanglar bizning bu ishimiz yarim yo'lda to'xtab qoladi. 可以吗，大哥？你就不要跟我们客气了，这些都是我们应该做的。在我们离开之前，我们还想看到波斯坦农民合作社更加强大呢。 Rahmat sizlarga. Sizlarning umidinglarni hargiz yerda qo'ymaymiz. Rost gapni qilsam, biz mablag' jihatda bir qiyin ahvolga tushib qolgandik. Sizlarning ma xush xabaringlarni anglab, menga boshqadan jon kirgandek bo'lib ketyapman. Qaranglar. Hozir tasodif qilishga boshladi. Kozlarım hep köpüyüp kaptı. Ha. Sadıkcan. Hoş. Bundaq işlerden korkup ketsek bo'lmaydi. Emsa ağzınızı çın tutuncu mu? Hatırcan bo'lsa gitar. Ben sizlarga hargiz tuzkorlik qilmayman. Ular sizdan nimani sorsa, men bilmayman. Hisobotni to'g'rilayapman. Suv pulini tek to'liq topshirib olmaganlar bor.
Ba'zilar kentda to'liq turmag'achqa terillik yordam pulini to'liq taqtib bo'lolmaganligimiz rost desangizlar bo'lmoq. Agar tiningizni chaynab bu ishni buzib qo'ydigan bo'lsangiz, men sizga deb qo'yay. U chaqda har ikkilimizga yaxshi bo'lmaydi. Uqdingizmi? Tushundim, sekretar. İkkimizning tili birli bo'ldigan bo'lsa, hech kim hech nima qilolmaydi. Tekshirib zirkidi. Necha 10 yildan buyon chataq chiqmagan ishdan endi chataq chiqamas, sekretar. Silmo bosh odam emas, hammaga taqobil tura olayli deyman, ha? Emsa shunday olsun. Ma'qul, sekretar. Ma'qul emsa, men ketdim. Bo'ldi. Ma'qul, sekretar, ma'qul. Avaylab maqsa. Ajab jimiblik etding qo'y. Gap qilib o'tir. Nim deyman? Nim desang mayli, ish qilib ovozini anglab o'taman. Ha, choyxona kishilaring qandaroq ketyotdi? Ha, yaxshi. Xizmatimga borgan sir amroq bo'lib qoldim. Uning ustiga xo'jayinim menga bek ko'ngil bo'ladi. Aldan qapda xo'jayinim meni yaxshi ishildingiz deb 15 kutkichi qizga boshliq qilib qo'ydi. Ha. Texi maoshimni 3000 ga o'stirib berdi. Shuncha cho'ng ishni menga demapsa. Shu sana dey desam, o'zimni maqtagandek qilib qolmasin deb demgandim. Shundoq qilib boshliq bo'ldim da. Men boshliq bo'lma deb ishlamadim. O'zimning ishini yaxshi qildim shu. Ha, ma'qul. Men gap qilmadim. Porojnigina sovib qopti. Isitib chiqmasinmi ya? Hey, Farida. Senden bir savol so'ray, ya. Sen neymiş qamda shunchalik chiroyli? Mushuni savol bo'ldimi? Hey, savol bo'lmaydi nima? Javob beray. Javob bermayga deb qo'y. Javob bermaydi-ki. Bo'ldimi? So'ram. Hey. Sana deydigan bir teklifim bor. Cho'qim o'rnab ber. Savolda. Kunda bana azmı emas, cıxmı emas, 24 saat emra bulsa. Bu mening senden kutulgan en çok arzuyum. Bulamda? Köptanlığını imanı. Bu toy qılaylı degan gap. Hep belli. Ne to'g'ri topding. Shu kunda sen bilan to'y qilib tushadigan bo'lib qoldim. Ha, sen bilan to'y qilsam, men o'zingga o'xshash chiroyli bolani bir tug'ib bersang, sen uyda osh yesang, men kunda voy bolam deb bola boqsam, ha? Bu kunlar qachonnikilar? Qilliqni mana. Men choq qilmadim. Rastga qotman. Biz to'y qilaylik. Hozir to'y qilsak, turmushimizni qanday o'rinlashtiramiz? Uyni nereden tutamiz? Bularni o'ylashdingmi? O'ylashdim. Biz to'y qilib, cho'ng o'yda dadam onamlar bilan birga turamiz. Keyinchi shaharga kirib, shaharni uy olamiz. Cho'ng o'yda tursak, men xizmatimni qanday qilaman? Undoq qilsak, kunda shaharga qatnab ishlashga to'g'ri keldi. Uning ustiga choyxonada bek kechishdan tushamiz. Xizmatimni voz kechsa? Yo, men xizmatdan voz kechamayman. Farida, qo'lni kesmigicha qon chiqmaydi. Endi mush qilayotgan ishing mendimi muhimmi? Voy, undoq emas. Bir to'g'ri tushunib baqsang olmamdi. Mening demoqchi o'g'lim. Sening nima demoqchiliging men obdan bilaman. Sening oil ayoli bo'lib o'tganing yo'q. Men sening oil ayoli bo'lib o't demayman. Bu vaqtlik ish. Biz hozir sening xizmatini o'ylashib, shahardan uy tutibmi deylik. Buning uchun uy ijaraga o'tirishimizga to'g'ri keladi. Men hamkorlik kooperativining ishlari uchun har kun yezib qatnashim kerak. Buning mashinamni sunmaydi. Buningga bizning sharoitimiz yetmaydi. Shunga arliq cho'ng'ida turib tursak, keyin xizmat qilsam bo'ladi emasmi? Sen degan qiyinchiliklarni, bu ishlarni men o'yladim. Shunlashqa biz bir mezgil saqlab tursak bularniki. Rost gapni desam, bizning uyga necha qitim elchi kirganki, onam meni oldiratib turdi.
Lekin men onamga ikkimizning ishini deb bir mezgil saqlab turishga qoyil qildim. Sen deyotgan o bir mezgil qanchalik biz hech qaysimiz bilmaymiz. Biz qachongacha bular ko'kib bilan Zeynatdek o'taveramiz. Men ayni vaqtda qarz olib kelsam mustaqil ish qilaman degan. Lekin meni hech kim qo'llamadi. Men endi qachon akamdan ayrilib mustaqil ish qilaman, o'zimni bilmayman. Hey. Ya bo'lmasa san kirayotgan elchilarning orasida mendan yaxshiroq bo'lib qolsa ishkilinib qotamsan ya. Voy nimdoq gap qilsam, men kichik bol bo'lmasam. Bizning ishimizni onam akamlar uqdi. Men to'y qilmayman desam, ular to'yimni qilib qo'ydi. Oldingi qitim onam yurgan qizning akalma ko'rib boqay deganda, biz bizning uy berib keldik ya. Ya men xijil bo'lman. Nima desam yoqmamdi? Ya undoq emas. Aldırmağın yağ yepti deptike. Şoňlaşqa eni bir mezgil saqlaydı. Akaның işleri yaxşı olub ketsə, bizning arzu armanlarımızmı əməlgə eşib qalar. Əraz, sana deyilən bir gap batdı, desəm xata düşünüb qalmamsın. Agar men to'g'ri tushundigan ish bo'lsa, hargiz xato tushunmayman. Sen papa çayxanaga kelib turg'achqa, mulozimatchilar orasida men to'g'riliq ushaq gaplar tarqidi. Bu gaplar direktorimizning qo'lqiga yetib qoptiki, mendan mush to'g'riliq ishlarni so'raganda xijilchilik deya kirkitayda qoldi. Uning ustiga xizmatim bek aldirash. Şoňlaşqa nima? Şoňlaşqa uchrashishni sal azaytsak. Uchrashqandimi boshqa yerda uchrasak bo'pti. Sen men choyxonaga kelma demoqchiman? Ya men undoq demadim. Gapimni bir to'g'ri tushunib baqsang bo'lmamdi. Ma'qul, men sening gapingni to'g'ri tushunay, ma'qul. Bundan 10 yıl burun Ürümçi'ye ticaretki bağınında çapanke dep ağaçka gerektinmiş. Men bunun rengini muvafık görmey keymigen. Anam bunu bir toyga içip ötüttü. Şundan keyin toydun toyga berip bu rak 2 yıl burun bizden öyge bir ketim kaytıp geldi. Anan yanı bir toyga içip ötüttü. Bugün bu rak yanı aylanıp kaytıp ketdi. Odam qalaydi gap degan to'la. Sen choyxonada ishlagandan tortib o'zgarding. Agar ko'nglingda biror jin bo'lsa, bo'lganini ochiq qil. Shunchalar tushuntirdim, ishonmading. Bo'pti, ixtiyorim.